nimamga to'g'ri turgan o'zbek, mana o'ris, mana nimam qozoqlar yana. Özünüz Türk. O'zim turk, ana yanımdagi qozoq. Bir oilani, bir changroqni odamidek bir-birimizni yaxshi kunimizda ham, yomon kunimizda ham ko'rinib turamiz. Quvonch, qayg'uda barimiz birgamiz. To'yimiz bo'lsin, yomon kunimiz bo'lsin, yaxshi kunimiz bo'lsin, birinchi kelib oladigan ham qo'shni. Uzoqdagi qarindoshdan ko'ra birinchi ko'ngilni so'raydigan ham ko'rchilar. Endi tilagim, iloyim bir Allohdan so'rayman. Qozog'istonimiz bu vaqtgacha bütün xalqlar bilan birlikda yashab, bütün dunyoga tanildi, yurgani oldinga bo'ldi. Alloh mana shunday birligimizni hech qachon mamlakatimizdan, respublikamizdan ayirmasin. Bizni boshimizda assambleya o'tir. Mana men o'zim 70ga kirdim-da. 70ga. Mana shu qancha yil mana shu yerda yashab 40 yildan oshib ketdi. Men Qozog'istonda yashayotganim. Lekin bir qozoq meni sen Türksan, sen mana deysan degan yo'q. Aksincha ular menga Atatürk'ning bolasi deb chaqiradi. Aytingchi, shunday shirin so'zdan keyin qanday qilib siz yozmaysiz tarixni? Turan yurtda Turkistonim deb ataladi. Mana bu yerdan boshlayapti, mana qarang, bu yerda qadam nima? Mana bizda Turkiya xalqlar 33 Turkiya xalqimiz bir shangroq, bir shinarda putoqlari. Ana shunda mana 33 dan ziyod nima Turkiya xalqi ati yozilgan bu yerda.